Assalomu alaykum, aziz sedirlar, obunachilar, aziz do'stlar. Hop, qisqacha tilloga texnik tahlil keyin birdan ko'rib chiqamiz. Hop, g'oyamiz bo'yicha narx o'suvchi va biza o'ylagan joylarda korreksiyani boshladi. Balkim ozroq bo'lishi mumkin qisqa taymda. Ya'ni biza kirayotgan zonalar aniq. Mana shu 32-62 bir atroflarda holat bersa bayga yoki 3200-3192 narxlarda trendda atboyda uzoq muddatga bay urinsak bo'ladi. Holat bersa. Xo'p, o'sha yerga tushgan holatda, yerga tushmasachi, tushmagancha vaqt bor. Unda qanday savdo qilamiz desaring, kichik time frame'larda kecha sizlarga zo'r imkoniyatlar bo'ldi. Sell kirgani ko'rgan bo'lsalaring, minimum ko'ryapsizlar. Bu lokalniy kichik time frame'dagi trendlar. Shularda kirgan bo'lsalaring ham proboylarda sizlar yaxshigina daromad olgan bo'lasizlar. Yopilgandan keyin kirdilaring ham deylik. 457 punkt. Unda $400. Agar shuni kichik time frame'ga o'tsalaring, bu yerda sizga juda shikarniy holatda bergan. Holatda trend tortlardan va mana bu yerdan 3 tishni kella yopilgandan keyin o'zi kirsaring bo'ladi. Trend buzilyapti mana bu yerda. Va sizlarga дополнительный signal bo'lgan mana bu. Tepadan trend bor. Ikkita kasaniya bo'lgan va mana bu yerda o'sha trendga atboy zonasi va propoy zona ikkita tochka holda bor. Ya'ni sell ishlagani yetadi kun davomida ikkita сделка. Ya'ni esingizda bo'lsa, tartib bo'yicha gapirgandik, tartibga kirib olsalaring, akkuratni davom qilasizlar. Tasavvur ushladilaring, bezbetga qilib qo'ydilaring, shu qarab turibsizlar. Hay, o'zlar ishingizdan bandlar, yarim soat, bir soatda qarab qo'yasizlar. Nima bo'ldi? Normalniy fribetga chiqdimi, fiksatsiya qilinglar. Yoki ikkita ochgan bo'lsalaring, bittasini yopib yuboringlar. Katta ochgan bo'lsalaring, save qilinglar. Misol 0.10 ochgan bo'lsalaring, ikkita, bittasini yopib yuboringlar, bittasini save bezbetga qo'ying bo'ldi. Sell kirgan bo'lsangiz, bezbetga qilib qo'yinglar, holat bor, yana tushib berishi mumkin mana bu yergacha. Uzog'i mana bu zonalarda. Ya'ni esingizda bo'lsa, bay zonalar aytganim qayerlardan ushlashdi. Ya'ni mana bu zonalarimiz chiqqandan keyin qayerlarda bay ushlashdi. Birinchi zonamiz yakiba ishladi-yu, kasaniya bo'lmagan, может, namaga kelib kasalab ketishimiz mumkin. Ko'ramiz. Çok kuchli trenddan biz arkad olib turibdi. Bu birdan buzib keta olmaydi. Qanday arkad olish kerak? Biz mana buni impuls harakat desak, shuni teng yarmigacha tushib berish kerak. Teng yarmi mana birinchisi, mana ikkinchisi mana bu yerlarda. Demak, shu trendgacha tushish ehtimoli katta. Aytganimdek, biz yana korreksiya qilishimiz mumkin. Mana holatda. Shu trend atrofida qolib ketishimiz mumkin. Mana bunga kelib atboy olgandan keyin mana bu trend proboyda bayga ishlaymiz. Ya'ni qaranglar, bu juda sizlarga zo'r imkoniyat beryapti. Narx mana shunday holatda kelsa, trenddan atboy olib kelaversa va oxirgi mana bu globalniy trendga kelib bitta kasaniya qilib, biz mana bu zonamizda yoki soya qoldirishi ham mumkin mana bu yerga. Tushib, chiqib, tepada yopilgandan keyin mana bu yerda yopildi tasdiqlagan bitta ushlaymiz va keyin mana bu joy proboy qilgandan keyin test bo'ladi ishda har doim. Любой time frame, hamma time frame ko'rasizlar, o'sha test bo'ladi mana shu trendga. Keyin yana bitta uzoq muddatga. Mana shu trendni buzib o'tsa, maqsad mana shu yergacha 3700. Ishoninglar, bu har doim ishlagan, har doim shunday bo'lgan. Buni ishlagan joylarini sizlarga ko'rsatganman. Oddiy misol mana. Kuchli o'sib kelishda trend bor, tushuvchi trend. E'tibor qilinglar. Pastda globalniy trend bor mana. O'shanda dahshat ishlangan shu yerda. Mana bu bitta trend. Mana. Va shuni tepaga kopiya qilib qo'ygan edik. Videolarda bor. O'sib tushib keldi narx. Bitta trend hosil bo'lib tepaga chiqdi. Qaytib kelib mana shu trendga atboyni test qilib berdi, bay ushlanib ketdi. Va e'tibor qilinglar mana bu joyda. Trend buzib chiqdi, qaytib kirdi.
Mana bu yerda qaranglar, buzgandan keyin qaytib kirib testni qanday qilgan. Mana shu yerda kichik taymlayerda ko'rishlaring juda chiroyli retest qilib bergan va pay ushlangan ketdi. Shu bilan qaranglar qancha ketgan. Ya'ni треугольник modeli mana shu tarzda ishlaydi va har doim maqsadga yurib beradi. Ko'ryapsizlarmi? Shunda ham даже shuncha ketgan baribir. Bu yerda ham xuddi shunisi takror bo'lyapti. Masshtab kattaroq, yurishi ham, ya'ni o'sib ketishi ham katta bo'lishi mumkin. Va oddiy misol. Har bitta haftani boshlanishlarini e'tibor qilsangiz, narx har doim takroriy bo'ladi. Ya'ni shu hafta narxlar o'sdi, tushdi, keyin ketgan. Xuddi shu holat tarixda ham takrorlangan. Mana bu yerda e'tibor qilinglar, yangi hafta boshlangan, narx o'sib chiqqan, keyin tushib ketgan, ko'ryapsizlarmi? Bu yerda ham xuddi shunday narx o'sib chiqqan, hafta boshida mana dushanbada narx o'sib chiqib, keyin tushib ketyapti. Ya'ni shamlar sonini ham qaranglar, 3 ta yashil sham bir xil ketyapti. Bu yerda ham 3 ta yashil sham ketma-ket. 4 ta qizil sham, bu yerda ham xuddi shunday 4 ta qizil sham va orada qaranglar. Tepaga arkatcha bo'lgan, bu yerda ham xuddi shunday arkatcha bo'lyapti va ketgan pastga. Agar shu holatni o'zini shunday olayotgan bo'lsalaring, birga bir tushadi shu joylarga, mana bu yerga. Ya'ni haftani boshlanishini qaranglar, chiroyli boshlangan. Xuddi shu holatlarni izlash kerak. Shunaqa hafta boshlanishi qayerda bo'lgan? Kecha mana bu yerda Galapagos olganlar bor. Mana buni Galapagos olmayman. Nima uchun? Mana minimum xavf urovenda. Galapagosni endi ishlashi mumkin mana bu holatda. Minimumlar qo'yasizlar, bir xil urovenda sal chiqib bersa, farqi yo'q. Bu yoqqa maniga chiqaman, bu yerga chiqaman, mana shuni ketib qolaman, mana bu Galapagos bo'ladi o'sha. Shart shunda, mana bu trend buzmaslik kerak. Mana shu trend buzmagan holatda bizga mana narsani qilaversa, mana bu Galapagos modeli bo'ladi va mana bu narsani ko'rishimiz mumkin. Ko'p e'tibor qilyapman. Endi bilmadim, men uchun u qandaydir tushunarsiz holat. Mana bu yerda o'zida odamlar 30 talab 40 talab zilka ochadi mana bu yerda. Mana bunaqangi tochkalarda bitta ikkita ochaman men o'z ochsam, mana bunday zonalarda uzoqroq vaqtga. Lekin mana bu yerda buncha bizga ochish nima kerak bu? Aqlga sig'maydi-da. Men uchun mana bu yer musor zona. Kimlargadir holat bordir kichik timeframe. Endi kichik timeframe ham holat yo'q-da bu yerda. Qayerdan zilka ochasizlar bu yerda o'zi? Xo'p, mana bu trendni ostlaring ham qayergacha ishlaysizlar? Mana bu yergachami? Undan ko'ra hafta davomida 2 ta сделка, 3 ta сделка ochib, 400-500 punkt olib chiqib ketaversalar yaxshi emasmi? Mana bu hafta boshida mana qaranglar, sizlarga sell zona qanday bergan. Sell oldlaringiz mayli shu 30 ta ochib ko'rlar. Mana shu yerda 30 ta ochinglar. Mana shu yergacha hafta boshidan. Shu kuchinglar 30 taga 15 tasini yopib qo'yinglar. Keyin narx mana bu yerga kelganda holat bersa yana ochinglar 30 ta. Yoki 15 ta ochinglar, 15 ta bor-ku, 15 ta ochinglar mana bu yerda. Tepaga yurib yurgandan keyin mana 15 ta yopib qo'yasizlar, buni ushlab turasizlar. Bezrutga olib, save qilib, mazza-ku, shunday ishlasa. Manaqangi zonalarda 30 ta, 15 ta ochgandan ko'ra mana bu yerlarda ochgan yaxshi. Mana bu zonalarda. Endi meni fikrim u kichik timeframe'da ishlashda sal men tushunmasam kerak balkim. Bunaqa holatlarni uzoq muddatlar zo'r dolgosroq ishlash. Men bir agar shu zonaga kelib qolsam, mana bu zonaga trendga ushlanglar bitta bay uzoqroq muddatga. Mana bu yerga kelib qo'yadi-ku. Yopib yubormanglar. Bezbetga qilib qo'yinglar. Mana bu yerga kelgandan keyin holat bersa yana sizga urinib ko'ringlar, atkanlar ishlab olgani. Bu yerda yana tushib berishi ehtimoli bor. Endi qaranglar, o'shanda biz qanday ish tutamiz. Kelinglar, boshqa grafikda g'oyamiz tursin. Tushunarli bo'lishi uchun sizlarga aniqlaman.
Endi biz sal tasavvur qilamiz. Trend bor, to'g'rimi? Ikkita kasaniya bor, uchinchi kasaniya yo'q. Uchinchi kasaniya bo'lishi kerak. Bo'ldi deylik. Mana shu yerlarda mana minimumlarga kelganda, даже mana bunday qolishi ham mumkin, mana bu yerdan ketishi ham mumkin. Tushunasizlarmi? Bizga mana bunday holat kerak. Mana shu holatda bo'lgandan keyin biz nima qilamiz? Mana bu pastdagi trendni olamiz. Mana bu holatni kopiya qilamiz. Biz maksimumni olgan edik-ku, u uzoq уже bizani maksimalniy nimamiz. Tag olgan joyimiz o'sha yoqqacha borsa, o'sha yerda yopilsa bo'ladi. Narx qaytib keladi, mana bu yerda ham reaksiya oladi. Mana shunda qayergacha desangiz, mana bu trendni olib mana bu yerga qo'yasizlar. Mana bu minimumga. Mana bunday holatdan kutsak bo'ladi. Keyin men tasavvur qilishim shunaqa o'zi. Mana bu yerga kelgandan keyin impulsivniy narx o'sib ketadi va mana bu yerda korreksiya tushib qolib, keyin daraja yana davom etamiz. Keyin qayergacha? Keyin yana o'sha mana bu trendgacha ketaveramiz. Orada shuni tasavvur qilsak bo'ladi narxlar harakatini. Mana bu yerda ushlaslaring, keyin mana bu yerda korreksiyada minimumlarda ushlab olsalaring, endi bu yerda именно mana shu degan qasam qilishyapmiz. Bu yerda mana bu narsa bo'lishi ham mumkin. Impuls teng yarmigacha tushishi mumkin. Endi qarang, o'sha holatda ham teng yarmiga tushsa agar biz tasavvur qilayotganda bo'layotgan bo'lsa, shu yerdan ko'rasizlar qanaqa zonalar bor. Kasal bo'lgan joylarni ko'rasizlar. Shu yerda ham bu yerda hech narsa yo'q ekan. Buni ko'ramiz. Baribir impuls teng yarmigadan tushadi-da. Impuls harakat bo'lsa agar. Va qaranglar, endi bizda shunda mana bu trend hali ham bor, to'g'rimi? Mana bu trend buzib chiqqandan keyin aytganimdek retestlar bo'ladi baribir. Hamma holatda. Lekin retest juda katta bo'lmaydi. Impuls harakat bo'lgandan keyin buzib chiqqanda kichik ketishi mumkin, kichik tarafdan ketishi mumkin. Ko'rmay qolishingiz mumkin. 1 soatlikda, 4 soatlikda, uning uchun 1 soatdan 30 minut pastda ko'rish kerak retestlarni. Buzgandan keyin buzib chiqyaptimi, o'sha yerni kuzatib turinglar, kichik tarafdan retest qilib beradi. Va keyin ketish ehtimoli bo'ladi. Bizda mana bu yerda o'rtada ishlayotgan zonalar. Mana bu yerda ham hozir holat anaqa bo'lishi mumkin. U necha aytib bo'lmaydi, mana korreksiya qilyapti-ku o'zi. Mana bunday ko'rish ham mumkin. Bu narsa ham bor, chunki kuchli zonada turibmiz hozir. Lekin fakt shunda, mana bu zerkalniy уровеньni qaranglar, pastga buzganda o'sha zonani test qilib turibdi. Va bizda galopichosa beryapti. Fakt bor, что sal ketishga. 1 soatlikda hozir bayiga holat beryapti. Olib qarasalaring. Manda hozircha kichik tarafini откат, qandaydir уровеньlarga mos. Mana bu yergacha kelaversa, menga juda yaxshi bo'ladi. Endi mana bu уровень bitta. Ikkita уровень bor mana shular. Bir addushi bayg'olinayotgan zonalar. Keyin katta tarafini ham ko'ramiz. Katta tarafini qaranglar. Mana bu sham kechangi svechani, bundan 2 kun oldingi svechani minimumni yangilagan. Tilloga aytganim esingizda bo'lsa, qaysi tarafga yangilasa o'sha ketadi. To'g'rimi? Mana bu svecha pastga yangilab qo'ydi, tepaga откат olib, bari pastga ketgan itogi. Bu ham xuddi shunday. Mana bu yerda birinchi tepaga yangilab qo'ygan, tepaga ketdi. Pastga tushib, keyin shu yerga ko'rib chiqaylik. Aniq esimda yo'q, qanday bo'lgan. Ko'rib, birinchi tepaga yangilagan. Shu. Bu degani tillo tepaga ketadi. Qancha pastga tushsa ham bayazlash kerak shu holatda. Nima uchun? Narx kuchli o'sib kelyapti. Korreksiya tushishi aniq. Tepaga yangilab bo'ldi kunlik shamni, pastga endi qancha tushsa ham o'sha pastlardan bayazlashga mana buncha rostdan yashash uchun. Bu qoidada shunaqa endi. Sechnanas qoidasi. Mana bu yerda qaranglar. O'rtaga qolib ketgan. Lekin itogi tepaga ketgan bundan keyingi kun. Nima uchun? Kuchli impuls bor. Videomiz kuchli impuls uncha kuchli qilmayapti, chunki korreksiya davom etib ketdi. Bir kun davom etdi. Bir korreksiya, bir ikkinchi kun bir korreksiya qilyapti. Ehtimol bor pastga tushib berishga. Mana bu zonada imbalans qolib ketgan. Shunga reaksiya berishi mumkin. Endi mana bu imbalans zona haligacha bizga bu aktual. Nima uchun imbalansni qoidasi ham bor, qolib ketgan zonalardan yo'qlar. Mana bu soya kelib yopgan, lekin mana bu yerda qolib ketgan. Bu yoqqacha tushmaydi-yu.
Ну, fakt shunda, trendgacha tushish ehtimoli katta. Xo'p, sizlarga yana nima maslahat bera olaman? Soylarga har doim mana bu trenddan tortib ko'ringlar. Qanday tomondan beradi? Atkazolmalarni topmoqchi bo'lsangiz, любой hamma atkazib olsangiz, mana shunday har bitta mелочевкаdan ko'rish kerak, har bitta mелочевкаdan inobatga olish kerak. Misol, mana bu soyani ko'ryapsizlarmi? Bunisi ish buzilgan proboy bo'lgan. Mana bunisi hali proboy bo'lyapti endi. Mana bu holatni tortsak, mana bu menyulardan qaraydi, qanday mana bunda holatda olsak bo'lar ekan. Mana tegirsak, уже kuchli kiryapti shu, qayerga ulanib qoldi shu yerda. No, dodge shamlar ko'p paydo bo'lyapti, shuning uchun men buni olmagan bo'lardim. Qayerda dodge shamlar ko'paygan bo'lsa, bilinglar, u yerda analiz ishlamaydi, bu yerda savdo qilmagan ma'qul. Lutchi impuls bo'lsin, qaysi tarafgadir, shu impuls bo'lgandan keyin tushib ketsa, keyin обратно связь olsa bo'ladi. Dodge bor joyda savdo qilmagan ma'qul. Sizlarga misol ko'rsataman, o'zi dodge shamlarda nima uchun savdo qilmasligini. E'tibor qiling, narx o'sib kelyapti. Mana dodge shamlarni ko'ryapsizlarmi? Biri ham mana bayga ketyapti-ku, bay kiratdi va hamma ushlaydi. Keyin qanday impulsini olib ketgan. Xo'p, qisqacha shu edi do'stlar. Sog'-omon bo'lasizlar, ko'rishguncha.